Ba'zan hayotimizda hammasi joyida bo'lsa ham, ichimizda nimadir yetishmayotgandek tuyuladi, to'g'rimi? Shaxsiy rivojlanish aslida mana shu hisdan boshlanadi. Ya'ni men boshqacha yashay olaman degan ichki uyg'onishdan. Assalomu alaykum, Kamina Vasati. Bugun siz bilan aynan shu haqida, o'zgarishning asl ildizlari va shaxsiy rivojlanishning boshlanish nuqtasi haqida gaplashmoqchiman. Ismim Fotima. Hozirda shaxsiy rivojlanish va intizom sohasida faoliyat yuritaman. So'nggi yillarda yuzlab ayollar bilan ishladim. Ularning hayotida davomiylik va balansni shakllantirishiga yordam berdim. Men uchun bu faqat ish emas, bu bir hayot tarzi. Turkiyaning Karabuk davlat universiteti islomiy ilmlar fakulteti bakalavrini yakunlaganman va oxirgi 5 yil davomida turli rivojlanish, psixologiya va coaching yo'nalishlarida ham ilm olib kelaman. Shuningdek, o'zim ham doimiy o'rganuvchi insonman. O'qish, tajriba va kuzatish orqali shaxsiy o'sish jarayonini ham yashaganman, ham his qilganman. Rivojlanishdan oldin men juda ham ko'p charchaydigan, ichki balansni yo'qotgan va aniq maqsadlari bo'lmagan inson edim, to'g'risini aytsam. Ya'ni bir ishni boshlardim, lekin davom ettira olmasdim. Har safar o'zimni ayblardim. Keyin tushundimki, asl muammo kuch yo'qligida emas, tizim yo'qligida ekan. Shu jarayonlardan o'tib, o'zgardim va bugunda boshqalar bilan ham shu yo'lni imkon qadar bo'lishmoqdaman. Mavzuni boshlashdan oldin keling shu savolga javob beraylik. Shaxsiy rivojlanish o'zi nima? Men fikrimcha, shaxsiy rivojlanish bu o'zimizni tanqid qilish emas, o'zimizni tushunish va o'stira olish. Ya'ni shaxsiy rivojlanish bu o'z fikrlarimiz, hissiyotlarimiz va odatlarimiz ustida ongli ishlash degani. Ya'ni siz o'z hayotingizni boshqarishni o'rganasiz, o'z shaxsiyatingizni qurasiz. Rivojlanishning birinchi qadami esa bu o'zimizni tanish va anglashdan boshlanadi. Ya'ni kimman, nima xohlayapman, maqsadlarim qanday degan savollarga aniq javob berishimiz o'sishni boshlanishi hisoblanadi deb o'ylayman. Chunki javoblarni boshqa insonlar emas, faqatgina siz o'zingiz topasiz. Ana undan keyin esa boshlanish nuqtasiga, ya'ni qadamlarga o'tamiz. Birinchi qadam bu, meni fikrim, jismoniy salomatlik. Ya'ni tashqi o'zgarish ichki holatdan boshlanishini hammamiz yaxshi bilamiz. Jismoniy sog'lom bo'la olmasak, energiyamiz bo'lmaydi. Energiyamiz, ya'ni quvvatimiz bo'lmasa esa hech narsaga fokus qila olmaymiz. Demakki, birinchi navbatda biz jismoniy salomatligimizga ahamiyat berishdan boshlaymiz. Bu bo'lishi mumkin sog'lom hayot tarziga qadamma-qadam o'tish yoki bo'lmasam birinchi navbatda bir yaxshi shifokorga borib, to'liq check-up qildirib, o'zi sog'lig'imiz qanaqa holatdaligini aniqlab olib, shunga qarab qadamlarimizni qo'yish, sportni hayot tarzimizga kirgizish. Sport deganda unaqa qiyin zallarga borish yoki bo'lmasam qanaqadir sport bilan shug'ullanishni tushunmasligimiz kerak. Oddiy ko'chaga yurishga chiqishimiz, 15-20 daqiqa yurishga chiqishimiz, ya'ni harakatlanishni hayotimizga qo'shishimiz ham, ishoninglar, biz o'ylaganimizdan ham ko'proq foyda keltiradi. Ikkinchi qadamimiz esa jismoniy salomatlikni yo'lga qo'yishni boshlaganimizdan keyin albatta ruhiy salomatligimiz. Chunki ruhiy salomatligimiz bizda eng muhim omillardan bittasi. Agar biz ruhiy sog'lom bo'la olmasak, davomiylik ham, balans ham bo'lmaydi hayotimizda. Shu sabab rivojlanishning birinchi ustunida sog'lom tana va xotirjam qalbni eta olamiz. Meni fikrimcha, ruhiy salomatligimizga qanaqa erishamiz deydigan bo'lsak, o'zimizni analiz qilish orqali holatimiz qanaqa, o'z ruhiyatimiz qanaqa tuyg'ularimiz bor bizani. Bo'lishi mumkin, qanaqadir juda ham og'ir travma yashagan bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasam boshqa stressli holatlar hayotingizda ko'p bo'lishi mumkin. Mana shularni boshqarishni, hissiyotlarimizni boshqarishni, stress bilan mujodala qila olishni to'g'ri shaklda o'rganishimiz kerak. O'zimiz qila olmasak, buni yaxshi mutaxassis topib borishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi qadamimiz bu o'zimizni kashf qilish bo'ladi keyin. Ya'ni jismoniy va ruhiy salomatligimizni yo'lga qo'yib olganimizdan keyin biz o'zimizni kashf qilishni boshlaymiz. Menga ko'p savol kelgan bu mavzuda, ya'ni qanaqa qilib biz o'zimizni kashf qilishimiz mumkin? Savollar berish orqali. Kundalik yozish eng zo'r usuli, ya'ni savollarga yozma shaklda javob berish. Lekin yozishni yoqtirmasangiz, audio shaklda ham qilsangiz bo'ladi buni. Ya'ni o'zingiz bilan yolg'iz vaqtlaringiz bo'lishi, ozgina bo'lsa ham, va o'sha vaqtlarda o'zingizni qiziqishlaringiz, qadriyatlaringiz, qobiliyatlaringizni aniqlash, ya'ni potensialingizni ochiqqa chiqarish uchun harakat qilishni boshlaysiz.
Deylik, siz rassomchilikka qiziqasiz yoki bo'lmasam san'atni boshqa turlariga qiziqasiz yoki umuman aniq fanlarga qiziqasiz. Mana shu sohalarda o'zingizni sinab ko'rish orqali tanishni boshlaysiz va kashf qilishni boshlaysiz. O'zimizni kashf qilish sayohatiga bitta chiqdingizmi, o'zi juda ham qiziqarli sayohat. Men o'zimni har doim shunaqa deb ta'riflayman. Ya'ni men o'zimni kashf qilish sayohatidaman hozirda. Bu sayohat shaxsiy fikrim hech qachon tugamaydi. Doimiy davom etadi, chunki doimiy biz o'zgaruvchan insonlarmiz. Alloh taolo bizani shunaqa go'zal, shunaqa betakror qilib yaratganki, doimiy o'zgaramiz, doimiy boshqa narsalar bo'ladi hayotimizda va mana shu doimiylik bizga o'zimizni qayta kashf qilishga imkon beradi. O'zimizni kashf qilishni boshlaganimizdan keyin 4-qadamimiz bu atrofimizni kashf qilish bo'ladi. Atrofimizni kashf qilish qanaqa deydigan bo'lsak, atrofimizdagi insonlarni kashf qilish. Ya'ni oila a'zolarimizni taniymiz deb o'ylaymiz, lekin aslida bu haqda ko'p gapirganman, yaxshi tanimaymiz. Men ham chunki bu yo'llarga kirishimdan oldin dunyoning eng zo'r opasiman, dunyoning eng zo'r farzandiman, men oilamni juda ham yaxshi taniyman va hokazo kabi xayollarda yurardim, lekin afsuski adashgan ekanman. Umuman deyarli oilamdagi hech kimni tanimas ekanman. Sekin-sekin tanishishni boshladim, munosabatlarimizni tiklashni boshladim. Chunki munosabatlarni yaxshilamasdan rivojlanish haqiqatda qiyin masala. Va ba'zan hayotimizda bizga faqat zarar keltiradigan insonlar ham bo'ladi. Ularni ham topib olishimiz kerak. Chunki bir xilda bilmaymiz bizga zarar keltirayotgan insonlarni. Faqat analiz qilish orqali, o'sha atrofimizdagi insonlarni kashf qilish orqali biz bu insonlarni ham aniqlaymiz va hayotimizdan chiqarish imkonimiz bo'lsa chiqaramiz, chiqara olmaydigan insonimiz bo'lsa maksimalni uzoqlashtirishga harakat qilamiz. Chunki muhit o'zgarishi, atrof muhitimizni o'zgarishi rivojlanishdagi eng kuchli burilish nuqtasi hisoblanadi. Buni hamma yaxshi biladi, chunki ko'p joyda bu narsa takrorlangan. Keyingi qadamlarga o'tadigan bo'lsak, intizomning ahamiyati va odatlarimiz. Bilamizki, har qanaqa o'zgarishning ildizi intizom. Ya'ni intizomsiz biz maqsadlarimizga erisha olmaymiz. Bu haqida uzun-uzun gapirib sizlarni boshingdan og'ritish niyatim yo'q. Chunki intizom bu motivatsiya kelib ketuvchi narsa, lekin intizom bu bizga odatlarimizni shakllantirishga, davomiylikni ushlab qolishga yordam beradigan muhim omil hisoblanadi. Ya'ni intizom bu o'zimizga bergan va'dani bajarish hisoblanadi. Intizomni unaqa birdaniga, ya'ni bir soniyada davay men intizomli bo'laman bugun deb boshlab qo'ya olmaymiz, ya'ni shakllantira olmaymiz. Bu yillar mobaynida shakllanadigan hislatimiz desam ham bo'ladi. Chunki bunga mehnat kerak. Bunda har doim o'xshamaydi. Ya'ni intizom birdaniga zo'r davomiy bo'lib keta olmaydi insonda. Bu narsa yillar davomida o'zimiz ustimizda ishlab shakllantirish orqali erishiladigan hislatlardan, qobiliyatlardan deb bilaman. Asosiysi bu mavzuda siz to'xtab qolmasligingiz, ya'ni yiqilsangiz ham qayta turishingiz. Mana shu bizda eng muhim masala hisoblanadi. Intizomni shakllantirish degani bu bizni odatlarimizni, ya'ni sog'lom odatlarimizni. Odatlar bilasizlar har xil bo'ladi, nosog'lom, sog'lom, ya'ni zararli, zararsiz deb ham nomlasak bo'ladi. Mana shu odatlarimizni shakllantirgan bo'lamiz aslida intizomni shakllantirish orqali. Va sog'lom odatlarimiz bizani oliy maqsadlarimizga olib boradi. 6-qadamimiz esa bu aniq maqsadlar va rejalash. Nima degani? Nima tushunamiz bunda? Aniq maqsadlar degani bu sizga oid maqsadlaringiz bo'lishi. Biz hayotda har xil maqsadlar qo'yamiz. Lekin u maqsadlar ko'pincha har doim ham bizga oid bo'lmaydi. Va mana shu maqsadlarni bizga oidligini aniqlashimiz kerak. Ya'ni bunda aslida o'zimizni kashf qilishimiz ham yordam beradi. Ya'ni bu qadamlar hammasi bir-biriga champarchas bog'liq, faqat ketma-ketlikda bilan amalga oshirishimiz kerak bo'lgani uchun men shunaqa ketma-ketlikda qo'ydim, tushuntiryapman. Ya'ni aniq maqsadlarni siz o'zingizni kashf qilish orqali, sizga kerak narsalarni kashf qilish orqali va siz o'zingizni potensialingizni, ya'ni nimada siz zo'rsiz, nima ishlarni siz haqiqatda zo'r qila olasiz va bundan hech qachon charchamaysiz. Ya'ni charchaganimda ham yoqimli charchoq bo'ladi. Yoki nimadan siz zavq olib qilasiz, nimani siz bepulga ham qilishga rozisiz. Mana shunaqa kasb tanlaymiz o'zimizga. Va mana shu kasbda mutaxassis bo'lish va boshqa o'zimizga oid, kelajagimizga oid maqsadlarimizni qo'yamiz. Maqsadlar o'sha bizga oidligi muhim o'rinda.
Chunki agar maqsad sizga oid bo'lmasa, uni oxirigacha olib borishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Va albatta, ikkinchi muhim omil maqsadlarni amalga oshirishda bu rejalash. Ya'ni to'g'ri, sizni hayot tarzingizga mos, sizni nafsingizga mos, ya'ni sizni holatingizga mos reja tuzgan bo'lishingiz kerak. Va bu rejalarni yaxshi bir o'zingizga mos tizim orqali, ya'ni tizim bu sistema, tizim orqali amalga oshiramiz. Shugacha gaplashganimiz mana shu qadamlar orqali biz shaxsiy rivojlanishni boshlab olamiz. Ko'pchilik bu ketma-ketlikni adashtiraveradi yoki bo'lmasam umuman bilmaydi. Shu sababdan ham natija deyarli bo'lmaydi. Natija bo'lmagandan keyin shaxsiy rivojlanish o'zi menga emas ekan deb o'ylab tashlab ketamiz. O'zim ham bu xatolarni qilganim uchun bu narsalarni to'g'risi juda ham yaxshi bilaman. Chunki ancha yillar davomida bu xatolarni qilganman, voz kechmoqchi bo'lgan paytlarim bo'lgan, ya'ni shaxsiy rivojlanish o'zi nima ekan? Может, men uchun emasdir, bu o'zini shunaqa odamlar bordir degan fikrlar ham kelgan. Lekin alhamdulillah o'zimni mentorimni, universitetimni uchratganimdan keyin 2019-2020-yillarda bu sohada avval yaxshi ilm egasi bo'lishim, yo'limni qayerdan boshlab, qayerga olib borishim kerakligini aniq bilib olishim kerakligini bilganimdan keyin bu xatolarni tuzatishni boshlaganman. Va boshqada ham bu xatolarni takrorlamasligiga sabab bo'lish uchun 2024-yil bismillah deb oldin bepul, keyin pullik konsultatsiyalar berishni boshladim. Jarayonda esa amin bo'ldimki, bitta konsultatsiya bilan ham juda yaxshi natijaga chiqish qiyin ekan. Konsultatsiyamga kelgan bitta qizning iltimosi bilan 2025-yil fevraldan boshlab oylik individual mentorlik qilishni ham boshlab yubordim. Mentorlikda 5 kishi bilan ishlab, yaxshi natijalarga muvaffaq bo'ldik shu kungacha, bifazlillah. Va ulardan ba'zilarini sizlar bilan bugun tanishtirmoqchiman. Birinchi qizimiz bu Soliha opa. Yoshlari 34da, 3 farzand onasi, uy bekasi. O'z ustlarida ishlashga juda ham ko'p ahamiyat beradigan ayol ekanlar. Juda ham xursand bo'lgandim bu ayolni taniganimda. Bularning menga kelishlarining asosiy sabablari bitta ishni boshlab yakunlamas ekanlar, maqsadlarini amalga oshira olmaslik va dangasalik edi. Biz bir oy davomida Soliha opa bilan ishladik. Ular qilayotgan xatolarni aniqlab, asta-sekinlik bilan ularni bartaraf qilishga kirishdik. Dam olishni ahamiyatini angladilar natijada. Bosimsiz shaklda intizomni yo'lga qo'yishni boshladilar va oylik, haftalik tahlilni o'rgandilar. Eng asosiysi o'zlariga mos rejalash va tizimni qura oldilar deb o'ylayman. Ekranda ham zotan ularni izohlarini ko'rib turibsiz. Ikkinchi qizimiz bu Muslima. Muslima 16 yoshlik yosh arab tili ustozasi edilar. Menga davomiylik yo'qligi, ya'ni intizomsizlik, ishlarni oxirgi momentga taqash, ya'ni prokrastinatsiya, uyqu va taomlanish rejimlarini buzilgani va sport bilan bog'liq muammolari sababli murojaat qilgandilar. Muslima bilan bir oy davomida avval bu muammolarni ildizlarini topdik va asta-sekin hammasini birgalikda bartaraf qildik. Natijalarini zotan izohlaridan ham yaxshi bilib olsanglar bo'ladi. Mana shu deyarli 2 yillik faoliyatim davomida sizlardan kelgan xabarlardan angladimki, ko'pchilikni bu mavzudagi muammosi to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi insonni topa olmaslik, qayerdan va qanday boshlashni bilmaslik ekan. Natijaga erisholmagach esa boya aytganimdek, voz kechish holatlari ham ko'p uchragan. Buni sizlar bilan qilganimiz so'rovnomalarda ham ko'rganmiz. Shu sababdan ham turkcha ta'bir bilan aytganda, chorbada bizimda tuzimiz olsin istadik. Ya'ni bu muammolaringlarni ozgina bo'lsa ham yechim bo'lishini xohlab, yangi loyiha ustida ishlashni boshladik. Yaqin kunlarda esa cheklangan miqdorda qabul ochish arafasidamiz inshaalloh. Va ruxsatinglar bilan loyihamizni qisqacha tanishtirsam. Bu loyihamizning nomi Tavazun, ya'ni ichki va tashqi muvozanat yo'li. Tavazun loyihasining asosiy maqsadi ayol qizlarimizni hayotidagi ichki va tashqi mutanosiblikni anglash, uni tuzatish va davomiylik sari yurishni birgalikda o'rganish. Ya'ni qisqacha sizlar xohlagan yangi hayot tarzingizga yanada qisqa yo'l bilan erishishingizga sabab bo'lishni niyat qilganmiz. Tavazun loyihamiz 5 ta moduldan iborat. Qisqacha modullarni tanishtirib o'taman sizlarga. Birinchi modulda siz muammolaringizni
ildizini aniqlab o'zinglarni anglashni boshlaysizlar. Ikkinchi modulda esa o'zimizga mos rejalash va tizim yaratishni o'rganamiz. Uchinchi modul esa nomidan ma'lum ko'rib turganinglardek davomiylikka qanaqa erishish mumkinligini va davomiylikni qanaqa ushlashni ham biz uchinchi modulda ko'rib chiqamiz inshaalloh. To'rtinchi modul bu hayot tarzi haqida gaplashamiz. Ya'ni sog'lom odatlar, nosog'lom odatlar, qanaqa o'zimizni parvarish qilamiz, shu mavzular haqida to'liq gaplashamiz inshaalloh. 5-modulda esa natijalarimizni mustahkamlab, xulosalarimizni chiqaramiz. Agar sizga ham tavozun loyihamiz va bu ko'rganingiz modul mavzulari qiziq bo'lsa, batafsil ma'lumot olish uchun shu videoni izohida qoldiradiganimiz link orqali formani to'ldiring. Biz sizga loyiha haqida barcha ma'lumotlarni beramiz va barcha savollaringizga ham javob beramiz inshaalloh. Va shu bilan bu yerda bugungi suhbatimizni ham yakunlaymiz. Oxirigacha vaqt ajratib eshitganingiz uchun rahmat. Endi esa navbat bugun ko'rib chiqqanimiz, ya'ni o'rganganingiz ma'lumotlarga amal qilishdi. Uddalashingizdan shubham yo'q inshaalloh. O'zingiz uchun qilgan har bir qadam bu o'zingizga qilgan eng katta investitsiya hisoblanadi. Hayotingizda va kelajagingiz uchun qilganingiz eng katta investitsiya hisoblanadi. Va biz o'rganganlarimizga amal qilish orqali ham bu dunyoyimizga ham oxiratimizga foydali bo'lamiz. Shuni unutmagan holatda bugun bu yoqda nima o'rgangan bo'lsanglar, hoziroq amal qilishga, hoziroq hech bo'lmasa yozib qo'yishga kirishishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Bugungi mavzuyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, haqqimizga duo qilinglar, Robbimizni fazlidan deb bilinglar. Xato va kamchiliklar bo'lsa, kaminaga oidligini unutmasliginglarni iltimos qilaman. Robbim ilmingdan ziyoda qilsin va vasatiya har doim sizlarni hammasini uddalashinglarga ishonadi.